hozir shogirdlaringiz уже tugayapti. Shogird patoklari уже bunisi tugayapti. Yangi nabor ochiladi. Kim kosmetolog bo'lib ishlamoqchi bo'lsa, professionalniy, xuddi o'zlar juda ham ko'p o'qiganlar, xuddi o'zlaridagi professionalniy shogird bo'lasizlar. Shogirdlikka ham skidka qilasizmi? Shogirdlik. Endi mana auditoriyam hamma narsaga skidka qilishingiz kerak. Shogirdlikka ham skidka qiladilar. Любой protseduralarga faqat mani detkalarimga skidka, o'z skidka qilmas ekanlar. Men sizlarga olib berdim. Endi 5 tochikka mana qaranglar, chizyaptilar yaxshilab. 5 tochik hozir bilasizlar eng nashumevshi protsedura, chunki bittada yuzinglarga mana shu lifting beradi, oqartiradi, ichidan namlantiradi, yaltiratadi, svejiy qilib вообще zo'r qiladi. Mana o'zi qaranglar, menda ham baribir 3 ta tug'ganman, hech narsa qildirmaganman-ku. Bu misol uchun botoks yoki nimadir emas. Bu полный yuzinglarga ichidan svejiy beradi. Mana shu bittada ko'taradi. Bitta protsedurada effektini sezasizlar. No buni kurs qilib olsanglar, dahshat bo'ladi. Dog'larni yo'q qilib, oqartirib, вообще zo'r qiladi, ko'ring. Xullas, bismillahirrohmanirrohim deb boshladik. Yaxshi chidamli, unaqa og'riqli emas. Qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Вообще zo'r narsa. Yuzni bittada yaltiratib, вообще zo'r qiladi, svejiy berib. Tochik shunaqa zo'r narsa bu, qizlar, обязательно olib ko'ringlar, chunki hozir to'g'risi hamma maqtaganidan men qildirdim. O'zim o'rtoqlarim, chunki bittada mana shunday tortiladi deysiz, prям effektini sezasizlar. No, agar buni kurs qilib olsanglar, undan ham вообще yuzinglar dahshat bo'ladi. O'zi buni eng arzon joyini men rosa surishtirdim-da, baribir. $150 eng arzon joyi, 150, 180 shunaqa. Lekin bularda skidkada sizlar $100 ga qildirsanglar bo'ladi. Keyin anaqa ham qiladilar. Nima edi? Podmishkaga qiladi-ku, giperhidrosmi? O'shanaqa narsa ham qiladilar. Hozir mana yozda ko'plarda problema bo'ladi. Bilasizlar, anaqa qiladi. Terliydi, boshqa narsa hidlanadi. Uni qildirsanglar oqartiradi, terlatmaydi. Вообще ikkinchi qizlar yana bularda bitta eng zo'r narsasi nima ekan?